Hammaga xayrli kech. Yana bir marta kuningiz yaxshi o'tdimi? Hamma bolalarimni uxlashga tinchitib yotqizdim. Endi sizlarga yengillikni aytdim. Xullas, keyingi sayohatim Yevropa. Men kutgan, men orzu qilgan Yevropa. Ancha oldin vizaga topshirib qo'ygandim. Uje vizam ham chiqib qoldi, почти. Uje 5 minut, 10 minutda shunaqa savol ko'p kelyapti. Viza olish qiyin, meni vizam yo'q yoki bo'lmasam viza olish uchun albatta qanaqadir davlatlarga chiqqan bo'lish shartmi, nima qilish kerak deb. O'rtoqlar, men sizlarga telefon raqamini qoldirganim sababi ham aynan mana mashida. Sizlar hech qanday agar aynan men bilan bormoqchi bo'lsanglar, bizda ko'pchilik bo'ladi, hamma pozitivniy, energichniy odamlar. Уже где-то 7 tacha odam tayyorda bizning gruppamizda, komandamizda.